Podvalingizda xuddi shunaqa suv chiqdi. Nimalar qilishingiz kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, foydali bo'ladi. Binoyingiz trishina bo'lmasligi uchun, ich cho'kmasligi uchun foydali ma'lumotlarni aytaman. 1000 kvadratli obyektimizda qurilishlarni boshlab olganmiz. Okalar podval qilayotganingizda suv chiqsa nimalar qilasizlar? Shuni bitta-bitta tushuntirib beraman. Hop, birinchisi geologiya qilish kerak. Ikkinchisi, hop, bizda qanaqa решение berildi? Katlavanimiz 3 metr ko'laganimizda bizda balchiq qatlam chiqdi. Biz qatlamga yetib olgungacha 60 santimetrlik ko'yladi. 60 santimetrlik suv toshdi katlavanimizda. Bu suvni qanaqa yo'qotdi desani, hop, chekkada ariqcha ko'laganmiz. Ariqchani polniysi har tomondan ko'ylab, bir tomonga suvni yo'naltirib, undan keyin qatlamamiz ustidan 60 santimetrlik trambobka qilganmiz. Ustida katokli yurib, yerimiz endi moshniy bo'ldi. Bundan keyin xudo xolisa umuman muammo bo'lmaydi. Bunaqa katta qurilishlarda nozik ishlar ko'p bo'ladi. Ishinani ustisiga topshiringni, ya'ni bizga topshiringni, ishinani chiroyli sifatli qilib bitkazib beriladi.